Assalomu alaykum, hurmatli parandash qimozlar. Ko'pchilik aytishadi, Shuhrat aka. Kommentarlarda ko'p savollar keladi. Qanday boqsak bo'ladi ko'rka jo'jalarimni? Hamma videolarimda aytib o'tganman. Yoshligimdan qiziqqanman. Hozir ham shu ko'rka jo'ja, ko'rka sohasiga qiziqaman. To'g'ri, ba'zi paytlari mingtalab, 2000talab jo'ja oshirdik. Ayrim sabablarga ko'ra xorijga ishga borib kelamiz. Shuning uchun kamroq miqdorda boqyapmiz. Vaqt soat kelsa ko'paytiramiz. Imkoniyatga, vaqtga qarab, vaziyatga qarab ko'paytiramiz. Xullas, mana shunday ko'k piyozlarni mana 20 kunlikdan boshlab bemalol bersa bo'laveradi. Qatiq bilan qo'shib, albatta, bular ham tabiiy antibiotik. Buni zarari yo'q piyozni. Jo'jalar uchun ko'k piyoz juda nima deydi bu? Koni foydada. Xullas, videolarni kuzatishda davom eting. Biz hozir buni alohida beramiz. Qatiqqa ham ozroq qo'shib beramiz, tomosha qilasizlar. Yana bitta narsa esimdan chiqib ketibdi. Mayda qilib to'g'raylik iloji boricha. Katta qilib to'g'rasanglar mana bunday. Buni boshqa kishi to'g'radi, aytmayman. Lekin bu cho'qiydi, tushirib yuboradi. Axlatga tushadi, musor bo'ladi. Mana mayda to'g'rasanglar mana bunday. Mana bularni yeydi, mana bular mana mayda. Mayda bularni yeydi. Jo'jalarga qarashdan oldin ertalabdan qo'lingizni sovunlab yuvib, artib keyin mana ishlarni qilishni tavsiya qilaman. Lekin quyosh chiqib juda yaxshi havo bo'lyapti, bahor. Yomg'ir yog'di kechasi bilan. Yam-yashil. Lolazor, bog'zor deydi, chamanzor. Mana arpa bodiyon ham o'syapti. Bu choy damlab ichsa juda koni foyda bularni ham. Bilganlarimiz aytib ketaveramiz. Oldin onalarimiz, buvijonlarimiz ko'p ichardi. Arpa bodiyon ko'pchilik biladi. Juda bir ovqat hazm qilishga ham yaxshi. Qani tomosha qilamiz. Buni svitini kim o'sha? Xalas kimni bosyapti? Mayli. Xullas, jo'jachalarimizga ertalab tong sahar suvini, donini bergandim. Hozir enroplaksatsin o'xshagan antibiotik beryapman, multivitamin. Xullas, mana jo'jalarimiz ertalab tong sahar yemini yedi. Hammasi suvlar berildi. Video davomida qo'yib o'taman. Surxondaryoga o'zimizni mahalla, qishloqlarimizga ketyapti. Hammasini videoga ola olmayapman. Lekin sotilib ketyapti, kamayib qolyapti. Mana bu qatorli o'zi kam qoldi. Tepaga endi ko'pligi sababi bular issiq. Ko'p qo'ymaydi. Komfort. Qani gradus ko'ramiz, necha gradus. Bular lekin lampochkaligini вообще zo'r. Mana bu yo'lin ikkita lampochkasini deb tashadi. Bankani teshib, boshdan qotirib qo'ydim mana. Issiqqina. Qani gradus ko'ramiz. 10 nechi endi? 13 past gradus. Eshik yopilib qolganmi? Lekin komfortli. 18-15 bo'lish kerak edi o'zi bularga. Yaxshi. Temperaturasi yaxshi. Zelenlardan beramiz. O'zim tarqatib chiqaman zelenlardan. Hali yeyishini ko'ramiz. Mana. Tavsiya qilaman, zelen berishdi. Zarari yo'q. Foydasi ko'sa bo'l, zarari yo'q. Tepadagilar beramiz. Bah. Endi bular pastga ham berish kerak, pastga. Bah. Keyin qatiq beramiz izidan. Buni yeyaversin. Bular o'zi mana shunaqa bo'ladi. Og'ir bes bular juda gavdasi katta narsa bo'ladi. Yirik narsa bo'ladi bu. Parandalarimiz, ko'rka jo'jalarimiz teppa qo'ysin. Mana qo'ldan bersa juda yaxshi ko'radi bular qo'ldan yeyishni. Hozir qatiqni ko'rasizlar yeyishini. Yaxshi, mazasini yeydi.
boqishni ham o'rgating, ko'rsatib keting degan aka-ukalarimizga. Hozir aziz do'stlar multivitamin beryapman. Mana suvlarni ichib qo'yishyapti. 1 gram qoldirmagan. Chunki xona harorati ham iliq. Suv qo'yamiz idishlariga, oddiy qaynatilgan suvdan ham qo'yib qo'yaveramiz. Bir kunda 2-3 mahal tayyorlab yesak bo'ladi. Mana. Mana yeb qo'yibdi. Ko'ryapsizmi? Hozir yana drabilchadan o'tkazib yemini tayyorlab beraman. Mana bunday qilib. Ko'rsatishlar. Jo'jalarimiz hammasi tetik, sog'lom. Issiqlik bersangiz bularga, oziqasini bersangiz. Ha, yana bitta narsani aytib o'tay azizlar. Ba'zi bir kommentarlarni o'qib qoldim. Insof bormi, qimmat debsizlar. Akalar, buni olib kelguncha misol 600-700 kilometrdan buni axlatini, hidini yutib, oshqozonlarim og'rib, o'zim bilaman. Birisi 10 ming, birisi 20 mingga aylanib kelgan bu o'zi. Buni 10 kun, 15 kun boqib, misol svetga ketyapti, to'kka ketyapti, gazga ketyapti, ichida yo'q. Misol xarajatlari bor. Xizmatimizga 10 ming so'm pul qolyapti. Shu ham kimgadir yoqmayapti-da. Shuning uchun o'rtoqlar biz ham insofli, baraka bor degan narsani bilamiz. Xudoga shukr, yoshimiz kichkina emas. Bu o'zi chet eldan tuxumini o'zi 50-60 mingga keladi bu tuxumi. Buni ham 50-50, yarim ochadi, yarim ochmaydi. Buni boqib katta qilguncha qancha patera bo'ladi. Buni olib kelguncha bir 20 tasini obut bo'ldi. Shuni o'zi 2 million, 3 million menga minus. O'zi pilisini hisoblasa hech qancha pul qolmaydi bundan. Obunachilarim uchun olib kelganman men. Olmasanglar ham o'rtoqlar bunday kommentarlarni yozmanglar. Olmasanglar olmanglar. Bu o'zim boqaveraman. Bu maqtanish uchun yo nima qilish uchun emas. Buni eng qadrli aziz opa-ukalarim, obunachilarim, aka-ukalarim bor. Shular uchun videolar. Iltimos, Sho'rot aka video qo'ying degan uchun. Chetdan kelib mehmon bo'lib kanalimizni biz tanimagan, bilmagan o'rtoqlarimiz qatori mana vodiyda 115 ming deb yozgan ekan kimdir. Borib olinglar, o'sha olib kelguncha 115 ming, 200 mingga tushadi. Buni biz boqib, misol 4 kun, 5 kun boqib vaksinatsiyalari hammasi bo'lgan. Nobitni o'ligini sotmayapmiz-ku, tirigini baqvatini sotyapmiz. Mana shu oyog'i nima qolgan mana oyog'i. Bir haftadan beri davolayman shuni. Bu o'sishdan qolib ketdi mana sheriklardan mana. Bu nobit bo'lsa yo bo'lmasa o'sha mayib bo'lib katta bo'lsa buni biz o'zimizni nimamizga olamiz buni. Buni sota olmaymiz buni hech kimga. Buni sota olganmiz lekin bunga o'xshagan 15-20 tas nobit bo'ldi. Yo'lga shu yashikka qisilib keldi. Shuning uchun aziz do'stlar pozitivni bo'lamiz, faqat boqishni o'rganamiz. Imkoniyatimiz bo'lsa boqamiz, boqmasa u har xil nimalar kerak emas. Boriya baraka, hamma qo'ldan kelgan ishni qilsin. Qo'lingizdan kelsa qiling. Meni maqsadim shularni bir o'zim 1 yil kutib shuni misol zaklat berib, 1 yildan keyin zakaz qildirib oldim. Ulgurib qoldim. Shuning uchun 2 ta, 4 ta, 10 ta zakaz qilgan odamlar uchun kelgan bu. Bu kurupni sotish uchun emas. Bitta bo'lsa ham sotiladi, 2 ta bo'lsa ham sotiladi. Bizga qiziqanish yo'q. Bahona qudrat o'zimizga nechta bo'lsa olib qolamiz, boqaveramiz. Chunki o'zimizning xonadonimizda sifatli go'sht mahsulotlar bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. Xafa bo'lgan o'ris. Mana xato berish jarayoni, endi yeyishni ko'rasizlar buni. Boshlandi aka. Juda yaxshi ko'radi xato. Beraveringlar shuning uchun. Bunday qilib oxirlariga surtib qo'yamiz, yeyaveradi. Chunki vaqtimiz yo'q, hammasini tarqatish kerak. Oxirlarini mana tunikadan qayirib yasaganman, o'rtoqlar mana oddiy. Bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Tashliklarni ham biz sir saqlamaymiz. Foydamiz tegsa xursandmiz. Pipa qismini beramiz. Xatodan ko'proq berish kerak. Qatiq olib beramiz bularga 20 mingdan kilosi. 2-3 kilo hech narsa bo'lmaydi bularga. O'rtoqlar. Buni faqat siz hisoblaysiz. Narxi aytildi, shu buni
zamirida qancha mehnat yotadi, axlatini tashalaymiz, axlatini kerak bo'lsa tozalaymiz 2 mahal. Buni qilib ko'ring, keyin ayting. Biz yomonligimiz yo'q hech kimga, lekin qaysidir siz endi o'g'lim qatoridirsiz. Shunisi xafa bo'lmaydi. Такой вопрос, такой ответ deydi. Bizni qonimizda ham yo'q hech kimdan. Muttahamlik joyimiz ham yo'q. Qo'rqadigan joyimiz ham yo'q. Biz faqat Xudodan qo'rqamiz. Qiladigan ishimizni bilamiz, nima ish qilishni. Necha yildan beri qilaveramiz ishlarni. Shuning uchun mana shunaqa gaplar. Har bitta endi o'lgan jo'jani yo boshqa narsalarni video qilib usbet qilib bo'lmaydi, uyga bo'lamiz yo bo'lmaymiz. Plus minusini отчет berishga ham biz hech kimdan qarzimiz yo'q. Misolda lekin bor, o'sha odamzod o'zi yashagandan keyin imkoniyatdan kelib chiqib qiladi har bir ishni. Mana ana shunaqa gaplar. Lekin biz o'zimizni ishimizni yaxshi ko'ramiz. Ya beramiz hammasini, nima kerak emas, qo'l tozalab. Yesin, to'ysin. Maza qilib to'ysin. Jilet qilmay berish kerak bo'lyapti. To'yguncha yesin qator. Yemek yeyapti, qatiq yeyapti, suv ichadi. Misol yaxshi katta bo'ladi. Bu Xudo xolasa oladiganlar olsin, olmaydiganlar mayli, qimmat desa arzon joy topib olinglar, lekin olinglar. Tavsiya qilaman. Yeminni mandan sotib olishlar shart emas. Majburiy emas. Shuning uchun olinglar, boshqa joydan olinglar. Ko'paytiringlar. O'rgatish bizdan mana bepul. Hammasi o'rgatib aytib boraveramiz. Bular to'yib ana shunday hidlarini qarang. Axlatini har 2 marta tozalamasa mana kechasi soat 12, 10mi 9:30 tozaladik. Bugun tozalash kerak o'zi. 2 marta tozalash kerak. Burunni achitadi, o'zini ham zaharlaydi bular. Uchun tozalaylar. Doim axlat toza bo'lsin. Erinmagan odam hamma ish qiladi. Dankasa odam o'tirgan joydan gap topib turaveradi. Qimillagan qir oshar deydi-ku. Shuning uchun harakatdan barakat. Harakat qilish kerak odamlar. Любой ishga ham. Любой ishga. Biz ham sabr toqat qildik, kutdik. Misol o'zi bo'ladigan yo'q hech narsa. Sekin-sekin hisob kitob bilan hammasi aql bilan bo'lyapti. Bu narsalarni misol orzu qilib o'zimiz ham endi ba'zi bir sabablarga ko'ra yetisha olmay yurganmiz. Mana vaqt soati keldi, erishdik, yetishdik. Azoblari bor buni olib kelish, misol chet eldan kirib kelyapti tuxumlari, o'zi paydo bo'ladigan yo'q. Mahalliylashtirib oshtirsangiz ham bunday bo'lmaydi. Lekin shundan kam ham bo'lmaydi, hech qilib yomon bo'lmaydi. Hibridlashtirib ko'paytirsa bo'ladi-da. Buning afzalli tarafi shu. Bronzani. Bu afzalli taraflari shu. Bronzani ko'paytirsa bo'ladi. Mana qatiq tugagandan keyin chayillab boshladi. Olib keling uni. Tayyor sirolaydi. Xo'p. Mana o'zi yeb bo'ldi. Ko'rdinglar. Ana endi quloqmiyani yeydi bular chayillab, yana deydi. Endi hozir bozordan olib kelamiz, keyin yeysizlar ham. Mana shunaqa kunimiz shunaqa o'tadi aziz do'stlar. Har bir kunimiz ma'lum bir vaqtlari, soatlari. Parandalarimiz boshqa turlari ham, ularga ham qaraymiz. Video qo'ying, Shuhrat aka, ko'raylik, tomosha qilaylik deganlaringiz uchun videoni tashlab boryapti. Yo'llar sog' bo'lsin. Kimki nimani o'ylagan bo'lsa, o'sha o'ylagan niyatlariga yetsin. Omad. Kasbkoriga baraka bersin.